Assalamu alaykum qadrli radio anglishdoshlar. Bu qadimgi roman anglish saytimizda Sevingil Janishning Ko'z yoshidan namdalgan zamin nomli tarixiy aslimasi yana huzuringlarda bo'ldi. Ocharchilik yillar 1959 yili. Yangi yildan keyin rasmiy dars boshlandi. Tayyorlik sinfi o'qishi yilda istil so'zlish harakati va emgak bilan vaqtni o'tkazib etib, til o'rganish fursati bo'lmaganlikdan ikkinchi yillik dars bizga bak og'ir tuyuldi. Chunki Xanzo professor o'quvchilar kirib, o'quvchilarning bilgan bilmagani bilan chatib bo'lmasdan Xanzo tilida qo'ldirilib, darsni o'tib chiqib ketaverdi. Darsni hech qanday qilibmi anglab tushunib ketolmaydik. Bu ahvolga maktab tashkilotlarimi faqat ko'ngil bermadi. Aksincha, 60-yilga kelganda Xanzo o'quvchilar bilan milliy o'quvchilarni aralashtirib sinflarga bo'lib, qo'shib dars o'tishga boshladi. Bu biz milliy o'quvchilar uchun texmo yomon va og'ir ahvol bo'ldi. Xanzo o'quvchilar tildan qiynalmag'ach, tez ham keng turda dars o'tishni talab qildi. Biz bo'lsak tushuntirib asroq so'zlashni talab qildik. Biz 3-4 Xanzoga bir milliydan to'g'ri kelamiz. Albatta, ko'p sonliqning talabiga qarab dars o'tildi. Shuning bilan bir vaqtda yana butun yotoq va guruhlarga milliy Xanzo o'quvchilarni qo'shib o'rlashtirdi. Bu faqat milliy o'quvchilarni chiroyli yo'l bilan rejimga elish usuli edi, xolos. Biz bir milliy o'quvchiga 3-4 dan Xanzo o'quvchi belgilanib, ularning ruxsatisiz o'birnig'im borolmaydigan holda nazorat ostiga tushib qoldik. Ularning vazifasi bizning yurgan turg'unimizni, yegan tomoq, kiygan kiyimimizning hammasini tekshirib, milliy o'quvchilarning ustidan mudiriyat ishxonasiga doklad qilib turishdan iborat edi. Ular mudiriyat ishxonasiga har vaqt milliy o'quvchilar yakshanba kunini kir yuvib vaqtni zoya qildi. Chochlarini uzun o'stirib, chashtarash uchun yarim soat vaqtni isrof qiladi. Milliy o'quvchilar bir-birining yotog'iga kirdi. Bir-biri bilan uzun so'zlashidi, deb davomli doklad qilib turadi. Chorshanba, shanba kundagi kechki guruh yig'inlarida tanqid fikr faqat milliy o'quvchilar ustida bo'ladi. Ular milliy o'quvchilar chechini uzun o'stirib, chashtarashga vaqt isrof qiladi. Chechini bizga o'xshash kesish kerak, deb uzun chochli qizlarni choch kesishga qistadi. Shuning bilan maktab mudiriyat ishxonasidan uqtirish tushirildi. Uqtirishda milliy qizlarmi chechinglarni Xanzo qizlarnikidek qisqa qilib kesinlar. Uzun chochning nima lozim bor? Xanzo o'quvchilardan o'rganib, yuzinglarni dasta, tishinglarni kurishkada yuvinglar. Hamma o'quvchilar birdan yuz yuydigan das va kurishga setib olinglar, deb yozilgan edi. O'quvchilarning yuz qo'lni yuvish uchun issiq, sovuq suv eqib tushib turadigan tayyor turbalar tursa, dasqa yuzimizni chilab yuvib nima qiladiq? Bu fikr o'quvchilarning qarshilig'iga uchirdi. Bir qancha aktiv o'quvchilardan boshqa hech kim bu fikrni amalga oshirmadi. 59-60 yillari hammaga ma'lum davlat bo'yicha ocharchilik yuz berdi. Go'sht, un, may, shakar, supun, raxt, material qisqasi butun narsa normalik bo'lib, kishilarga o'lcham bo'yicha bilet tavla tarqatilib, o'lchamdan ortiq bir narsa sotilish mumkin emas edi. Butun shaharni aylanib, bir do'kondan eg'izga selib yugidak bir tishlam narsa topish qiyin edi. Ba'zi vaqtlarda qo'noq o'nida pishirgan pranik, qo'rtlab ketgan kampitlarning kilosini 50-60 yuandan sotganda, bir kun o'chirati turib, 1 kilo tagsi tegidi, bo'lmasa umi yo'q. Butun magazinlardan temir tasakdan boshqa hech narsa topqilib bo'lmaydi. Kishilar ochliqqa chidamasdan yo o't-cho'plarni yeb, zaharlanib, butun badani kupdak ishib, qutqizib qilishga ulgurmasdan, doktorxonada har kuni 10-20 kishi o'lib turadi.
Aşu açarçılık yıllar hech kimning esidan chiqmaydigan ajoyib eg'ir yillar edi. Bu ahvol bizning maktabdami eg'ir darajada yuz berdi. O'quvchilar bir hafta o'qish to'xtatib, biyda va qor yog'och poskasini yig'ib, maktab oshxonasining ichkilatiga to'shidi. Ana shu yopirmoqlar bizning ozuqimiz edi. Birdas yopirmoqqa bir cho'ngchini qo'noq unni sepib, qasqanda dumlab, o'quvchilarga tamoq o'rinda beradi. Bu narsani chaynab yutishga qancha tersaqmi, kekertakdan hargiz o'tmaydi. Oshxonada unudan boshqa tamoq bo'lmasmi, o'quvchilarning birisimi bu halabni og'ziga olmadi. Mana shundoq bir paytda Xanzu oshxonasini bizning oshxonaga ko'chirib akirib, tamoq yeydigan zalning yarimiga milliylar, yarimiga Xanzu o'quvchilar o'rlashdi. Bizga bidi bilan yopirmoqni berganda Xanzu o'quvchilarga purtib turib, beliq go'shi, cho'shqa go'shi, har xil dengiz mahsulotlari, tofu, har xil yaxshi qo'ramalar, pintoza qatorliq narsalar bilan qilingan tamoqlarni beradi. Hamda shuniga ulabla dinga qarshi to'lqin qo'zg'ab, din degan yo'q narsa, u degan eg'ir xurofotchilik, aramizda diniy ko'z qarash bo'lmasligi kerak. Dinni va millatni farqlantirmasligimiz lozim. Hammamiz barobar bir millat bo'lib yashashimiz kerak. Xanzu madaniyatidan o'rganishimiz kerak. Cho'shqa go'shni yemaslikmi xurofotlikning bir alomati. Dinga qarshi kurash qilishimiz kerak. Bo'lmasa bizni taraqqiy qildirmaydi. Yoshlar bu ishda boshlamchi bo'lishinglar kerak deb tashviqot do'qsatlarini qilib, dinga qarshi siyosiy o'rganish etmadi. Milliy o'quvchilarni Xanzu oshxonasining tamoq yeyishga undadi. Partiya a'zosi va ittifoq a'zosi bo'lgan milliy o'quvchilarni majburiy holda Xanzu oshxonasining tamoq yeyishga buyruq tushirib, oshxonani birlashtirishda aktiv rol o'ynashni vazifa qilib berdi. Milliylardan Babay ismli bir qozoq yigiti Fatima va men uchimiz bir guruhda edik. Babay ittifoq a'zosi bo'lganligi uchun Xanzu oshxonasidan tamoq yeyishga majbur bo'ldi. Xanzu oshxonasidan tamoq yegan birinchi kuni muzokara vaqtida Babay mening yonimga kelib o'tirgan edi. Men uningdan neriroq so'rilib o'tirib uningga: "Cho'shqa shifratmay, bizdan yiroq o'tir" dedim. "Sizlar emas, men o'zimdan o'zim yerginyapman. Yotoqqa oralli qaytib ulgurdim. Yeganlarimni yondirib olsammi, ichimda bir yomon his qoldi" deb beshni tuvan silib o'tirib qoldi. Babayning chiroyida burunqidek xushallik, xotirjamlik deganlardan asarimi qolmadi. Uning rostla azoblanganligi bilinib turardi. "Babay, sening iymoningmi ko'tarmadi? Ko'rdingmi?" dedim. Bir haftadan keyin Babay shundoq uruqlagan, rangi o'zgargan, ro'y tushgan holda bizning yenimizga keldi. Bir hafta ko'rmagandan keyin men uni og'rib qoldimikin deb o'ylab ahvol so'radim. "Singil" degandek mening ko'nglim ko'tarmadi. Butun badanlarim va butun qo'llarimga yara chiqib ketdi deb qo'llarini echib ko'rsatdi. Rostla shundoq cho'ng-cho'ng qo'tir yara chiqib ketgan edi. O'zimni majburlab bir qatim yeganlik bilan mushu holga tushdim. Bir hafta osh degandek yurdim. Mayli, halab bo'lsa-mu, o'zimizning oshxonasining tamog'i yaxshi edi, dedi. Shuningdan keyin biz har kuni yoshirin holda babayga milliy oshxonaning tamog'ini to'shib turdik. Qerishqandek milliy oshxonaning tamog'i borgan sari nacharlashib, yegidek bir narsa bo'lmaganlikdan 3 kun birmi o'quvchi oshxonaga tamoqqa chiqmadi. Bu ahvoldan keyin oshxonaning bosh ustasi Turahun ustam maktab mudiriyat ishxonasiga berib, "O'quvchilar 3 kun bo'ldi. Oshxonaga tamoq kirmayotdi. Endi ochlikdan o'lib qoladi. Buningga bir ish qilmasanglar bo'lmadi. Milliy o'quvchilar bilan Xanzu o'quvchilarning tamoq puli o'xshash emasmi? Nima uchun milliy bolalarga
tamoq pulini oz berdi deb so'ragan ekan. Ha, o'quvchilarning hammasiga o'xshash ta'minot berildi deb javob beribdi. Turahim ustam, undaq bo'lsa, ikki oshxonaning ta'minoti nima uchun o'xshash emas deb so'ragan ekan. Biz bilan joyli qilib takonlashdi deb. Sen hozir qaytib tur. Biz ta'minotni keyinroq solamiz deb yo'lga sapdi. Shu kuni Turahim ustam o'quvchilarga tunur samsi pishirib berishga ruxsat elib chiqib, shu tamoqqa tunur samsi yiqibdi hamda o'zi zalga kirib, "Bolalar, samsi pishirdim, oshxonaga chiqinglar" deb baqirdi. Yataqlardan o'quvchilar qochlarini ko'tarib chiqib, "Yashab-ke, Turahim usta" deb oshxona qarab yugurdi. Rastilla shundoq chiroyli pishirilgan tunur samsini bolalar 10-20 elib, osh qolgan bo'rdek aldirab yeyishga boshladi. U samsining ichiga beyda to'shqizilgan ekan. Ishini qirib elib tashlab, xemirni rohatlanib yedik. Oshxonaga azaldan qadam besib qo'ymaydigan Tang Yuanjang, ya'ni maktab mudiri Bin Shujila bugun kelib o'quvchilardan hol so'rab, "Qandoq? Samsi o'xshatdimi?" deb yiligar yolg'on kulgisi bilan har bir o'quvchining oldiga bordi. Ustal ustida do'ginib turgan samsining ichidan chiqarilgan biylarni ko'rib, "Bu nima degan isrofchilik? Nemishqa yemasini chiqaryapsizlar?" deb vaqirib ketdi. Balalarni bo'sh kelmasdan, "Ma, bu samsini sen yapaq" deb bir samsini uningga berdi. U samsini ustalga qo'yib, "O'tmishda ota-bobonglar bir parcha nonga zor bo'lib o'tgan. Sizlar buni unutmasliginglar kerak" deb tarbiya berishga urindi. Ablakim ustal ustidagi bir samsini elib Tang Yuanjangga uzatdi. "Ma, sen buni yapaq. Bu echib sesib ketgan bedini Xitoy oshxonasining cho'shqisini yemaydi" dedi. Yaqin ustaldagi o'quvchilarning hammasi degidek Ablikimning so'zini qo'llab, "Biz inson, bundoq sesib ketgan bedini hayvonmi yemaydi?" deyishdi. Ablikim Tang Yuanjangning yoniga kelib, "Sen bugun samsa pishirig'ini bilib keldingmi? Bundan burun kirib boqmagan eding. Xanzi o'quvchilar bilan bizning tamoq pulimiz o'xshashmi yoki ularga ko'p berilamdi?" deb so'radi. Tang Yuanjang kutilmagan bu savollarga bir ajablanib, bir ochiqlanib, nima deyishni bilmagandek turib qolib, "O'xshash" deb javob berdi. "Undaq bo'lsa, bizga mo nima deb go'sht yo ko'ktatlarda tamoq pishirib bermaydi?" deb o'quvchilar birdalla Tang Yuanjangni qistoqqa oldi. Tang Yuanjang o'doqqindan, "Jigi nega?" deb turib qoldi va to'satdan bir yaxshi amal topgandek yeligarlik bilan kulib, "U sizlarning yemakliginglarni boshqaruvchilarning aybi" dedi. "Maktab tashkili nima uchun uni qarab tekshirib turmaysizlar? Bu ishni maktab tashkili odillik bilan bir taraf qilish kerak" deb har kim har xil fikrlarni o'tirib qo'ydi. Biz oshxona talambidan sakrashib yugurib tushdik. Men, Malika, Shamsi Jamol, Turanisa to'rtimiz kulib paranglashib yotoqqa qarab ketayotdik. Tingshuji bizga yondashib kelib, "Hey, chiroyli qizlar. Kiyiminglar nima degan chiroyli? Sizlar rostla baxtlik" deb bizga qarab ko'zni qisdi. "Ko'ziga nima ko'rinib qoldiq buning? Odamga oshmorda qaraydi bu" deb kuldi Shamsi Jamol. Bizning nima deb kulganimizni bilmay, uni qo'shib kuldi. "Chiroyli, kiyiminglarmi chiroyli? Sizlar baxtlik. Burun milliy qizlar kiydiğanga kiyimi yo'q, ishtonsiz yurgan ekan. Mana hozir sizlar qandoq baxtlik" dedi. "Sen ishtonsiz qizlarni ko'rib vaqtingmi? Qayerda ishtonsiz milliy qizlarni ko'rding?"
deb so'radim men. U javob berguncha Shamish Jamol. Mao qerning gapining sakligini qara. Nima uchun bizni xushamat qildi ekan desam, zahar xandlik bilan qilgan so'zni qarmandigan deb ochiqlandi. Ongacha keynimizdan kelayotgan o'g'illar bizga aralashib, biz milliylar yemay ishmisimi qizlarga atlas, tovar yipaklardan uzun qilib ishdan tegizdi. Musulmonlarning ishtonsiz yurgan bir qizni ko'rganing bormi? Sen o'zing partiya shujisi turib, mushundaq milliy kamsitishlarni qilsang bo'lamdi, deb hammasi birda qarshilik qildi. Shin deb bo'yinni ichiga tiqib ketib qoldi u. Milliy oshxonaning tamoqi nachar bo'lganlikdan ochliqqa chidamay Xanzu oshxonasiga kirgan milliy o'quvchilarning soni kundan kunga ko'payib bordi. Uning qarab maktab tashkili har bir qarorning boshliqlariga bütün o'quvchilarni Xanzu oshxonasining tamoq yeyish uchun tizimlashga buyurdi. Bizning qarorning boshlig'i Ahmad To'xti har bir o'quvchining oldiga kelib tizimlashga boshladi. Ba'zi o'quvchilar qandoq bo'lmasin oshxonani majburiy birlashtiradigan o'xshaydi. Qarshilik qildi deb qalpoq kiygizmasin yana degan o'y bilan tizimlatdi. Ba'zilar hech qanday ifoda bildirmasdan jim turardi. Vaziyat keskin edi. Xanzu oshxonasiga kirib tamoq yeyish degan so'z o'z dini ham o'z millatini yo'qotish degan so'z. Biz musulmonlarga shoshqa go'sh harom. Ochliqdan o'lib qoladigan ish bo'lsa-mu, Xanzu oshxonasidan tamoq yeb yashamayman degan fikr qisqa vaqt ichida qallamdan o'tdi. Men o'rnimdan turibla. Yo'q, men qo'shilmayman. Biz musulmon, biz milliy va diniy farqimizni yo'qotsak, oqibati nima bo'ldi? Do'stlar, o'ylab ko'ringlar. Men hargiz qo'shilmayman. Oxirida men yolg'iz qolsam qo'shilmayman. Agar bir odam uchun oshxona ochmasa, tamoq pulimni qo'limga bersin. O'zim bir amalni qilaman. Zodi Xitoy oshxonasidan tamoq yemayman. Qizlar, bu ishda chunqur o'ylashinglar. Bu bir oddiy ish emas. Agar biz hozir buningga qo'shilsak, keyingilar uchun uvol qilgan bo'lamiz. Men beshimga nima ish kelsa ko'rarman, ammo qo'shilmayman, dedim. Hamma kishi o'yinib qoldi. Jimjitlikni buzib ordan Malika, "Men qo'shilmayman", dedi. Orqadan "Menmi" deb Shamish Jamol turnasa Halimlar chiqdi. Shuning bilan shu yerdagi qizlar hammasi bizning fikrimizga qo'shildi. Bizning qarorning boshlig'i Ahmad To'xtimi "Men sizlarning fikringizga qo'shilaman" deb eng oxirida o'z ismini yozdi. Birinchi bo'lib sizlar qarshi chiqdinglar. Men chiqib qolgan o'quvchilarga sizlarning fikringlarni aytaman. Amalsiz qo'shilganlarmi bor? Ular bizni qo'llashi mumkin, deb Ahmad To'xti aldirab chiqib ketdi. Bir soatdan keyin Ahmad qaytib kirib, "Biz yangdiq. Bütün o'quvchi bizning fikrimizga qo'shildi. Hatto Xanzu oshxonasidan tamoq yeyotgan bir qancha o'quvchimi bizning fikrimizga qo'shildi", dedi. "Babaychi, uni bizning fikrimizga qo'shilib oldimi?" deb qiziqib so'radim men. "Ha, uni qo'shildi. Biz yangdiq. Bu xush xabarni sizlarga aytib qo'yg'il keldim. Men mangay." U yana oldirab chiqib ketdi. Xanzu oshxonasi bilan milliy oshxonani birlashtirish maqsadi amalga oshmadi. Biz xushal bo'lib cho'qirishib ketdik. Biroq ziddiyatlar shu kundan tortib kun sanab ko'payishga boshladi. Milliy o'quvchilar bilan Xanzu o'quvchilar orasida kunda necha marta urush jidallar yuz berib, erlar o'tirsida mushtlashish hodisalari barliqqa keldi. Har qanday ishda milliylar bir taraf, Xanzular bir taraf bo'lib chiqadigan bo'lib qoldi. Burunqidek ular nima desa ma'qul deb bosh egib turadigan ishlar yo'q bo'ldi. Burun bizning boshqa institutdagi do'stlarimiz va boshqa savodashlarimiz bizni izlab yotoqqa kirsa,
biz bilan birga yotilgan Xanzolar ularni ko'ribla "Chu, ya'ni chiqib ket" deb vaqirab, qo'g'lab chiqardi. Bizni izlab yotoqqa hech kim kirolmaydi va bizmo hech kimni boshlab kirolmaydik. Ammo o'zlarining odamlari yotoqdan chiqmaydi. Bizga kelgan mehmonlarni koridorda va sirtda so'zlashib yo'lga solatdik. Agar ikki milliy bir yerda so'zlashib qolsak, nima gap qilishyapsizlar? Xanzocha so'zlashinglar. Nima vala deb kamsitib, majlislarga silib tanqid qilgandan boshqa yana mudiriyat ishxonasiga berib doklad qiladi. Hatto maktabning cho'ng doklad yig'inlaridami tanqid qilib o'tadi. Bu ahvollar o'quvchilarning o'z ustidagi besimga qarshi noroziligini kundan kunga kuchaytirib bordi. Ularning yotoqni munch purtib, yotoqda kir yo'yingan yundisni yotoqda saqlab qo'ydigan, hatto yotoqda yuyindigan ishlarga milliy o'quvchilarni yo'l qo'ymaydigan bo'ldi. Milliy o'quvchilar ularning yundilarini daspas, kirlarni talog'i cho'rib, "Tayyor munchi bor, shu yerda yuyun. Kir yuydigan ayrim uyim bor, kirlaringni shu yerda yuy. Yuz ko'zingni yuydigan yermi ayrim tursa, shu yerda yuyinglar" deb qarshilik qilib yurib, oxiri ularmi yotoqda kir yuymaydigan bo'lib, yuvashlab qoldi. Ayni vaqtda burungi Sovetning qurilish texniklari, injenerlar kelib sog'an tibbiy institutining zamoniy o'qitish binosining bo'limlari ozoda, yo'riq, derazalari cho'ng, osti seriq sirlangan taxtayliq edi. Har bir qavatda koridorning ichki beshida zamoniy hojatxonalar, 4 dona dushliq muncha va yuz ko'z yuydigan ayrim uylari bor bo'lib, har vaqt issiq sovuq suv tushib turadi. Yana taxi maxsus kir yuydigan ayrim bo'limi bo'lib, uningda yana qator turib 20 odam 100 qo'lni yuyishga bo'ladigan turblari bor edi. Kir yuyishga qulaylik maxsus o'rinlar yasalgan edi. Shundoq bo'lsa-mu, Xanzo o'quvchilar har vaqt yotoqda yalang'ochlanib, badanlarini, yuz ko'zni yuyatdi. Shunlashqa yotoqlar har vaqt sopun suyi yunda purab turadi. Ziddiyat mushundoq pallaga chiqqan bir paytda maktab tashkili mushu ahvollarning sababini tepish, ya'ni bir qanchalarga yerlik millatchi degan qalpoqni kiygizib, chora ko'rish bilan qolganlarning yurgini mujib kontrol qilishni o'ylab, yangi bir temani o'tirib qo'ydi. Qimmatli radio anglag'ich do'stlar. Tibbiy institutdagi milliy o'quvchilarning beshiga yana qanday yangi qismatlar keldi? Bu haqdagi voqelikni anglashga qiziqsangiz, ocharchilik yillar deb nom qo'yilgan bu bobning davomiga keyingi qatimda quloq solg'aysiz. Diqqati bo'lganingizga ko'p rahmat.